Zamonaviy texnologiya va innovatsiyalar tez o'zgaradigan hozirgi davrda birinchi bo'lish juda muhim. Trendlarni kuzatib borish emas, aksincha, ularni yaratish davr talabi. Innovatsion guruhlarni tashkil etish o'zgarishlarning oldingi safida bo'lish imkonini beradi. Innovatsion guruhlar bu shunchaki mutaxassislar jamoasi emas. Bu bitta maqsad bilan birlashtirilgan turli ko'nikma va g'oyalarga ega professionallar jamoasi. Ular mavjud muammolarni hal qilish uchun yangicha, noodatiy yechim izlaydi. O'zbekistonda kelajak bugundan boshlanadi. Qadimiy an'analar va jadal rivojlanayotgan iqtisodiyot uyg'unligida mamlakatimiz hamda jahon kelajagini o'zgartira oladigan innovatsiyalar yaratiladi. Innovatsion guruhlar qishloq xo'jaligida iqlim o'zgarishiga moslashish va uning salbiy oqibatlarini yumshatishga qaratilgan ilmiy amaliy yechimlarga ega innovatsion loyihalarni ishlab chiqadi va amaliyotga tatbiq etadi. Ushbu guruhlar tarkibiga fermerlar, tadqiqotchilar, agrobiznes vakillari, tadbirkorlar, maslahatchilar va boshqa mas'ul tashkilotlar vakillari kiradi. Ular turli muammo va kamchiliklarni jamoaviy o'rganish natijasida qishloq xo'jaligida innovatsion yechim va yondashuvlardan iborat loyihalar ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtiriladigan Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan hamkorlikdagi qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat sektorining yashil iqtisodiyotga inklyuziv o'tishini qo'llab-quvvatlash va iqlimga yo'naltirilgan qishloq xo'jaligi bilimlari va innovatsion tizimini rivojlantirish EU Agreen loyihasi doirasida Toshkent, Farg'ona va Qashqadaryo viloyatlarida agro-innovatsiyalarni sinovdan o'tkazuvchi va joriy etuvchi 18 ta innovatsion guruhlar tashkil etildi. Shu tariqa O'zbekiston Yevropa innovatsion hamkorlik konsepsiyasini Yevropa Ittifoqi tashqarisida amaliyotga joriy etayotgan birinchi mamlakat sifatida namoyon bo'lmoqda. Yevropa Ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamda O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi hamkorligida EU Agreen loyihasi doirasida go'shtdor serjun merinos qo'ylarini sun'iy urug'lantirish orqali go'sht va jun mahsulotlari yetishtirish innovatsion loyihamiz mana o'zining faoliyat doirasida bir qancha ishlarni amalga oshirib keldi va kelmoqda. Bizi innovatsion guruhimizda 8 ta ishtirokchi bo'lib, yana 3 ta hamkor fermerlarimiz mavjud. Bu hamkor fermerlarda bizlar mana shu go'shtdor serjun merinos qo'ylarini sun'iy urug'lantirish hamda yaylovlardan samarali foydalanish maqsadida yaylovlardan samarali foydalanish rejalari ishlab chiqarildi. 2023-yilda bizlar loyiha doirasida mana seminar trening tashkil qildik. Bunda xalqaro ekspertlar kelib ishimizni ijobiy baholashdi. Ya'ni sun'iy urug'lantirish va yaylovlardan o'sha samarali foydalanish bo'yicha joylarga chiqib sim to'siqlar bilan o'ralgan yaylov hududlarini borib ko'rdilar. Keyin 2024-yil 18-aprelda biz mana shu yaylovlarda o'zimizni ishlarimizni o'sha taqdimotini ham namoyish qildik. Bunda ham chet eldan kelgan ekspertlar juda yaxshi ijobiy baholab ketdi. Chunki bizni olgan natijalarimiz mana 92 gektar yerni o'sha fermer xo'jaligi mablag'lari hisobidan sim to'siqlar bilan o'rab, uni o'sha samarali ekanligini, o'sha bizning joriy etish ishlarimiz samarali ekanligini ko'rsatib bera oldik. Bizda bu ishlarda innovatsiya loyiha doirasida bizning qilgan o'sha hissamiz, bizning mana ko'rsatgan joriy ishlarimiz albatta ularni urug'lar bilan ta'minlashda, yaylovlarni almashlab boqish rejalarini ishlab chiqishda, yaylovlarda o'sha masalan yaylov o'simliklaridan gerbariylar, ya'ni botanik tahlil qilish ishlarini olib borganmiz. Mana sun'iy urug'lantirishda ham xorijdan olib kelingan
naslli qo'chqorlarning muzlatilgan urug'lari bilan ilk bor mana shu ishlarimizni joriy qilganmizki, bu hali O'zbekiston ilm fanida xorijdan naslli qo'chqorlarning muzlatilgan urug'lari olib kelinmagan. Bu yerda bir qancha Bo'stonliq tumanidan, Parkent tumanidan va boshqa tumanlardan fermerlar ishtirok etib, biz bilan hamkorlik qilish istagini bildirdi. Mana 9 ta fermer xo'jaligi o'zlarining hamkorlik qilish loyiha doirasidagi ishlarni ko'rib, o'zlarida bularni joriy qilish bo'yicha mana memorandumlar imzoladilar. Albatta bu loyihamizni amalga oshirishda mana shu Yeva Agrin loyihasi tomonidan bizga bir qancha asbob uskunalar olib berildi. Masalan, bulardan mana oziqa, yem xashak oxirlari, tarozilar, dag'al xashak va boshqa xashaklarni maydalab beruvchi, o'tni maydalovchi uskunalar, yana sun'iy urug'lantirishda ekspress o'sha analiz qiluvchi mana bu qo'ylarning bir oyda bo'g'ozligini aniqlovchi UZI apparatlari, mana qon tahlil uskunalari, mana bizlar qonni tahlil qilish imkoniyatiga ega bo'ldik. Mana shu loyiha doirasida yordamdan sun'iy urug'lantirishda mana shu zamonaviy o'sha uskunalardan foydalanib mana urug'lantirayotgan paytda o'sha matkada ona qo'y matkasida bo'layotgan jarayonlarni mana shu kompyuterlar orqali ko'rish imkoniyatlari va boshqa uskunalar olib berildiki, mana shu loyihani bizlar to'laqonli amalga oshirishga bu juda katta yordamlarni ko'rsatdilar. Sun'iy urug'lantirishda o'sha merinos qo'ylariga 2023-2024-yil Xaltoray Baybek Qizilbovur fermerida yana o'zimiz institut qo'ylarini sun'iy urug'lantirdik. Har 100 boshdan muzlatilgan sun'iy urug'dan, qo'chqor muzlatilgan urug'idan 115 ta qo'zi olindi. Jami 2023-2024-yil 1430 bosh qo'y sun'iy urug'lantirdi. Merinos bu yaxshi mayin jinli qo'ylar. Dalalarda ham yaxshi o'tlaydi, juda qora qo'ylar o'sab qattiq ketib qolmaydi. Bitta joyda yayladi, yaxshi sirab qolmaydi yaylovda, bitta joyda yayladi. To'da bo'lib 1430 bosh qo'yga 50 ta qo'chqor kerak bo'lardi. Biz o'tig'imiz o'sha tarafdan sun'iy urug'lantirganimizda foydasi shu, ana qo'chqorlar boqishimiz, yem xajakdan tejamkor qilinganimiz. Xaltoray Baybek, Qizilbovur, Ohang Abdullayev, Abdurov hamkor fermerlar bilan birga mana institutimizning o'quv tajriba xo'jaligida ko'rib turganlaringizdek go'shtdor serjun merinos qo'ylar urchitib ko'paytirilmoqda. Bu qo'ylarning o'ziga xos biologik xususiyatlaridan biri bu yaylovlarni uncha ko'p isrof qilmaydi. To'da bo'lib mana ko'rib turganlaringizdek to'da bo'lib yaylovlarda yaylov oziqasini juda yaxshi o'zlashtiradi hamda o'sha yegan oziqasini mahsulotga aylantirish qobiliyatiga ega. Bu qo'ylarning yana bir biologik xususiyatlaridan biri yozning issiq saratonida, qishning qattiq chilla, sovuq, qorli kunlarida ham o'zining o'sish jadalligini saqlab qoladigan o'ziga xos biologik xususiyatga ega qo'ylardan biri. Endi go'sht mahsuldorligi juda yuqori, ya'ni so'yilganda 50-55% so'yim chiqimiga ega. Go'shti mayin, juda mana bu dumbasiz bo'lgani uchun go'shti marmarsimon hamda shirali bo'lib hisoblanadi. Bu qo'ylarni asosan bizni sun'iy urug'lantirishimizdan maqsad mana ko'pgina fermer xo'jaliklarida mana sun'iy urug'lantirishlarni joriy qilganmiz. Maqsad mana shu, har 30 ta ona qo'yga bitta qo'chqor to'g'ri kelishini hisobga olsak, bizni mana shu loyiha doirasida 45-50 bosh naslli qo'chqorlarni saqlashga ehtiyoj qolmaydi. Chunki ularga ketiladigan yillik oziqa xarajatlari, mehnat, mana qo'l kuchi, ularni o'sha ketadigan boshqa xarajatlarga iqtisod qilindi. Mana shuni bizni dastlabki hisob kitoblarimizga qaraganda
har bir sog'liqni sun'iy urug'lantirish hisobiga 2023-24 yil nimalarda narxlarida 55-60 ming so'm xarajat qilindi. Umuman olganda mana shu 1,5 ming bosh qo'yga umuman o'rtacha hisobda 100 million so'm xarajatni tejadik. Bu albatta bu sun'iy urug'lantirishning joriy qilinishi mana shu nafaqat bu go'shtdor sezin qo'ylarda, balki dumbali qo'ylarda ham joriy qilish hozirgi kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Mana hukumatimiz tomonidan bir qancha yengilliklar, davlatimiz tomonidan bir qancha chorvachilikka imtiyozlar berilmoqda. Shuni inobatga olib biz mana shu biotexnologiyaning yangi usullaridan foydalanib, biotexnologik usullardan foydalanib mana shu qo'ychilikda ham shu joriy qilish ishlarini davom qildirsak mana yaxshi natijaga erishgan bo'lamiz. Albatta bu innovatsion guruhimizda yana eng bir asosiy ko'rsatkichlardan biri mana shu ko'rib turganingizdek yaylovlar degradatsiyasini oldini olish, yaylovlardan samarali foydalanish maqsadida yaylovlarda boqish, rotatsiyali boqish yo'llarini, usullarini ishlab chiqqanmiz va joriy qilganmiz. Albatta bu qilinayotgan ishlar mana shu yaylovlarning hosildorligini oshirish, qo'ylarni sun'iy urug'lantirish ishlari bu juda yaxshi natija beradigan. Masalan, bizni o'zimizni o'quv tajriba xo'jaligini misol qilib oladigan bo'lsak, 2020-yilda 120 bosh urg'ochi qo'y olib kelgan bo'lsa xorijdan, hozirgi kunda bu go'shtdor serdin merinos qo'ylarining bosh soni 400 dan oshib ketdi. Bu albatta mana shu chorvachilikni jadal rivojlantirishda mana shu bizni innovatsion guruhimizdagi joriy etish ishlarini samarasi deb bilaman men. Mana bundan keyin mana boshqa qo'y zotlarida mana shunday sun'iy urug'lantirish ishlarini joriy qilish bizlar reja qilib qo'yganmiz. Mana boshqa tuman viloyatdagi fermer xo'jaliklar bizlar bilan ishlashni, bizlar bilan hamkorlik qilishni juda maqsad qilganlar, xayr-xoh bo'lganlar va ular bilan ham memorandumlar imzolaganmiz. Albatta buni hammasini o'sha Yevropa ittifoqi tomonidan moliyalashtirilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining hamkorlikdagi mana shu loyihasi doirasida bajarilgan loyihasi yordamida mana shu bizlar bajargan mana shunday olgan natijalarimiz mahsuli desak to'g'ri bo'ladi. Chunki mana ko'rib turganlaringizdek bizlarda mana shu ham go'sht, ham jun beradigan qo'ylarni, ham o'sha yaylovlarni iqtisod qiladigan, yaylovlarni degradatsiyasini oladigan yo'nalishlarda ish olib borishimiz, shu yo'nalishlarda joriy qilish ishlarini, innovatsion loyihalarni joriy butun respublikamizga joriy qilish albatta kelajakda O'zbekistonda chorvachilikni rivojlantirishga hamda yaylov chorvachiligini rivojlantirishga o'zining munosib hissalarini qo'shadi. Hozirda innovatsion guruhlar bajarilgan ishlarni sarhisob qilar ekan, tizimda amalga oshirilgan ishlar, erishilgan yutuqlar to'g'risida keng jamoatchilikka yetkazishga faol harakat qilmoqda. Innovatsion guruhlar tomonidan qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalar va usullarni qo'llash orqali erishilgan yutuqlar tizimida ilm-fan va tadqiqotlarni integratsiya qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligi va barqarorligini oshirishga xizmat qiladi. Shubhasiz, innovatsiyalar iqlim o'zgarishi, global aholi sonining o'sishi, cheklangan tabiiy resurslar, oziq-ovqat va ekologik xavfsizlikni ta'minlash zarurati kabi global muammolarga yechim topishga xizmat qiladi.